Hammaga salom treyderlar. Bu video darsda korreksiyalar haqida gaplashamiz. Demak, korreksion to'lqinlar bu impulsdan keyingi yuzaga keladigan qisqa qaytish hisoblanadi. Elliot nazariyasiga ko'ra bu ABC korreksiyasi, ya'ni 3 to'lqindan iborat bo'ladi. Korreksiya paytida bozorda noaniqlik, past faollik, ya'ni kichik ob'yom va ikkilanish holati ko'proq kuzatiladi. Keling, uni grafikda ko'rib chiqamiz. Demak, yevro dollar parasiga kirganimizda biz ko'ramiz, mana bu yerda impuls bo'lib o'tgan minimal zonadan birinchi o'sish, qaytish, yana bitta o'sish, qaytish va 5. Ya'ni 1 2 3 4 5 modellari yuqoriga impuls to'lqin bo'lib tushib kelgan, chiqib kelgan. Undan keyin ABC korreksiya, ya'ni bozor bitta qaytadi, ortiga chiqib yana bitta tushish bo'ladi. Va bozor bu etapida biz bo'lgan impulsga nisbatan korreksiyasini kuzatamiz va u zigzag bo'ladi. Ya'ni C to'lqini A dan pastroqqa tushadi va bu yerda ABC korreksiya yuzaga keladi. Undan keyin yana impuls. Tak. 1 2 3 4 va 5 impulslari bu oldinga nisbatan sal boshqacharoq impuls qilib chiqqan, lekin maksimum va minimumlar yuqoriga yangilanib borgan. Undan keyin ABC korreksiya, u ham praktически zigzag bo'lgan ABC. A to'lqini bitta trayektoriyada, B zigzag sifatida, B qaytishi va C zigzag shaklida bo'lgan. Undan keyin yana yangi yuqoriga impuls. 1 2 3 4 va 5 impulslari yana yuqoriga harakatlangan. Biz treyderlarning vazifasi yuqoriga impuls bo'lib o'tgandan keyin ABC korreksiyadan, ABC korreksion zonadan yangi impulsga qo'shilish. To есть impuls, korreksiya va yana yangi impulsga qo'shilish. Shu joyni aniqlashda Elliot to'lqinlari yordam beradi. Korreksiyalar esa va ularning tuzilishini yaxshi bilib olsak, biz bozorning optimal nuqtasidan kirishni o'rganamiz. Bu zigzag korreksiyasi, keyingi ko'p uchraydigan korreksiya bu uchburchak korreksiyasi hisoblanadi. Ko'pincha bu tilloda bo'ladi. Ya'ni bozorda impuls bo'lib o'tgandan keyin, undan keyin bo'ladigan harakat, ya'ni ABC korreksiya bir joyga yig'ilib uchburchak korreksiya qiladi va ABC bu yerda e'tibor bersanglar, C korreksiyasi A'dan pastga tushmaydi. Narx bir diapazonga yig'ilib, uni yuqoriga yorib chiqib ketadi va kirish nuqtamiz ushbu uchburchak korreksiyani yuqoriga chiqishi bo'ladi. Katta time frame'da ham tilla shunaqa ishlaydi. Kunlik time frame'ga o'tganimizda tillani oldingi o'sishiga nisbatan ham, mana bu minimumdan yuqoriga o'sishiga nisbatan ham korreksiya uchburchak shaklida bo'lgan, ya'ni narxlarning maksimumi va minimumiga liniya tortadigan bo'lsak, narx bitta diapazonda harakatlanib, undan keyin yuqoriga yorib o'tish bo'lib o'tgan. Keyingi ko'p uchraydigan korreksiya bu to'rtburchak korreksiyasi, ya'ni bozor misol uchun mana bu etapda pastga 1 2 3 4 va 5 impulslarni qilib chiqqan va undan keyin ABC korreksiya yuzaga kelgan va u ABC korreksiyasi bitta diapazonda, ya'ni to'rtburchak shaklida bo'lib o'tgan. Undan keyin yana pastga impuls boshlangan. To есть harakat pastga va korreksiya bitta diapazonda bo'lgan. Bozor mana bu etapiga e'tibor bersanglar, o'suvchi trend boshlangan va uning korreksiyasi bitta diapazonda, ya'ni ABC korreksiya bitta diapazonda harakatlangan. B, C va narx ushbu to'rtburchak to'xtalish, to'rtburchak korreksiyadan keyin yuqoriga narx uni buzib chiqqan va trend davom etgan. Korreksiyalar shu bozordagi to'xtalish. Eng ko'p uchraydigan korreksiya bu zigzag korreksiyasi hisoblanadi. U bozorda o'sha aytganimizdek impuls bo'lib o'tganidan keyin 2 marta qaytadi. A, B, C va C to'lqini, C korreksiyasi A dan pastga tushadi. Undan so'ng yana yuqoriga yangi impuls boshlanadi.
ya'ni yuqoriga impuls bo'lib o'tgan va uning korreksiyasi A, B, C korreksiyasidan keyin yana yuqoriga impuls. Va shu zigzag korreksiyasi juda ko'p uchraydi bozorda. Keyingi darsda Bill-Williams indikatorlarini Elliott to'lqinlari bilan birga ishlatishni o'rganamiz. Ko'rishguncha.